Assalomu alaykum hammaga. Hali hechkim kirmabdi. Kutamiz bugun bir toza havodan, bir tabiat qo'ynida bir suhbat quraylik deyishgan edi o'shanga. To'qson bir bor. Ovoz qanaqa ovoz? Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum, va alaykum assalom hammaga. Ovoz qanaqa o'rtoqlarni shamol bermayaptimi? Qattiq shamol bo'lyapti-da bu yerda. Shamol bo'lmayaptimi ovozda? Da, havo zo'r. Assalomu alaykum, va alaykum assalom Malik. Bo'ldi, tinib bo'lsa. Yaxshimisizlar? Dam olish kuninglar qalay o'tyapti? Bugun bir ozgina prямой efir qilaylik desa, ko'pchilik aytishdi, aka tabiatni qo'ynidan qiling, tabiatni deyishdi, o'shanga bir tabiatni qo'ynidan suvni ustida poplovok bor, bu yerda baliq tutadigan joyimiz bor, o'sha yerda ozgina o'tirib, azizlar bilan, yaqinlar bilan, o'sha obunachilar bilan gaplashib. Va alaykum assalom. Tuzimsizlar, charchamayapsizlarmi? Dam olish kunlari qalay ketyapti o'zingizlarda? Shunaqa yer ishlatamiz. Sayohat shu mahallani o'zida. Unaqa uzoqqa borish yo'q. Ozgina odam to'planguncha sizlar bu yoqlarni ko'rib turinglar mana. Flotsbro degan joydamiz. Bu yerda shvedlar dam olish kunlarida mana shunaqa har xil o'yinlar, bu yoqqa kelib toza havoda dam olishiga hukumat shunaqa sharoit qilib qo'ygan. Yaxshi sharoitlar. Mana tepaga bolalar kanatda chiqyapti, ko'rsanglar, o'sha yerda ekstremalniy velosipedistlar bo'ladi. Tepaga kanatda olib chiqib qo'yadi, pastga tushayotganda mana shunaqa nima deydi, sportiniy velosipedlarda tushib kelishadi. Qish paytida betlarda chang'i uchishadi. Bu yoqda mana yoshlar u yoqda sport bilan shug'ullanishyapti. Hamma dam olishda bugun. Da, o'zingizamiz doktor Watson. Soya salqin, bioterapizm, quyuq o'rmon. Misol uchun bu yoqlarga qaraydigan bo'lsangiz, bu yoqlar juda go'zal mana. Bu yoqda baydarkachilar. Lotkalarda uchib. Mana shular ham yosh katta odamlar ekan, adashmasam.
Ovoz qani ovoz? Ovoz kelyaptimi? Ovoz qaytdimi? Ovoz keldimi? Ha, bo'ldi. Hozir men tushundim gap nimadaligini. Hozir menga 1 daqiqa beringlar, shunda ovozni men sozlab olaydi. Aka-ukalar. Men tushunganday bo'ldim. Vaziyat nimadaligini hozir 1 daqiqa. Ovoz yaxshimi, ovoz? Hozir ovoz qanaqa? Ha, bo'ldi. Men tushundim gap nimadaligini. Endi yaxshimi? Ovoz chiqyaptimi yo'q hali chiqmayaptimi? Endichi, endi qanaqa? Endi mana hozir gapiringlar mana. Bormi? Ha, xatdiku. Bo'ldi. Xullas, assalomu alaykum hammaga yana boshidan ozgina nima deydi, texnik sabablarga ko'ra noqulayliklar bo'lganiga nima deydi?
Uzr so'rayman hammanglardan. Oka, assalomu alaykum. Kuningiz yaxshi o'tsin. Rahmat, Xudoga shukr. Sizlarda yaxshi bo'lsa, bizda yaxshi. Bizda hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Tema nima haqida? Bugun shu ozgina qisqa savol-javob qilib, O'zbekistonda bizda yurtimizda bo'layotgan siyosiy vaziyatlar haqida, siyosiy jarayonlar haqida, muammolar haqida ozgina gaplashib. Rahmat, Komila. Xo'sliklarga ham salom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Juda ham ko'p nima deydi, murojaatlar kelib tushishni boshladi bizga ham. Bilmasam endi odamlar sekin-sekin bizning videolarimizni ko'rib, bizga ishonch bildirib, har qanaqa murojaatlar kelib tushyapti. O'shanga shu muammolar haqida gaplashsakmi degandim. Birinchi muammolardan bittasi shuki, Toshkentda misol uchun unaqa muammo yo'q deyishyapti, lekin viloyatlarda, voha to'g'rablarda, xususan o'sha Samarqand, Jizzax, Surxondaryo, Qashqadaryo taraflarda juda ham qattiq ro'molli qizlarga nima deydi, ta'ziq bo'layotgan ekan. Ko'p murojaatlar kelib tushyaptiki, shunaqa deyishyapti, maktablarga kelayotgan qizlarga ro'molingni yechib bo'lmasa kelmagin deyishayotgan ekan. Bu qanaqa bedodlik bu? Qatga qaramasangiz, O'zbekiston deydi, musulmon davlatimiz deydi, lekin oddiy bitta u hijob emasda, u ro'molga osilyapti hozir. Ro'molga osilib juda qattiq ta'ziqlar o'tkazayotgan ekan. U direktorlari, maktabda o'qituvchilari shunaqa darajaga yetishayotganmishki, endi deb sani Milliy gvardiya olib ketadi qo'lingga kishan solib. Bu qanaqa gaplar bular? Nima bo'lyapti O'zbekistonda o'zi? Toshkentda mayli indamayotgandir. Xalq ko'tarilib ketishidan qo'rqadi. Boshqa viloyatlardagi nimaga ayollarni ro'moliga osilyapti bular hozir? Musulmon davlatimiz deydi, boshqani da'vo qiladi. Oddiy Shvetsiyada ham hech kim birovni ro'moliga osilmaydi u. Men o'zim misol uchun maktablarda qizlar yurishadi ro'mollarda. Maktab o'quvchilari bor, Suriyadan kelgan, Afg'onistondan kelgan soqolli o'quvchilar bor. Maktab o'quvchilari soqolli. Lekin o'shalarga ham hech kim indamaydi, na o'qituvchisi, na boshqasi. Nimaga bularni yopishib olgan narsasi yo'q, soqol, yo'q ro'mol? Hayronman bular. Yana Yevropani gapiradi, Amerikani gapiradi. O'sha domlalar chiqib nima gapirmas ekan shu hukumatga. Shunaqa isqirtlar. Meni qizim 4-sinf ro'molli Andijonda ham tanqid qilyapti, fosiqlar. Mana o'sha domlalarga men hayronman-da, o'sha da'vo qiladi, boshqa qiladi, nimaga chiqib shunaqa muammolarni gapirmaydi? Yugurib o'tib ketadi bunaqa savolda. Ha, yo'q, men bu narsaga qarshiman deydi, yugurib o'tib ketadi. Qarshi bo'lsang, o'sha 1 millionta podpischigim bor deb maqtanasan, olib chiq o'sha 1 millionta podpischigini. Petitsiya degan narsalar bor. Xalqim o'sha orqangda seni eshitayotganligi gapirgin-da. Yo seni xotiningga ro'moliga hech kim tegmasa bo'ldimi? Qolganlarchi? Sen xotining bilan yuraverasan ro'molda. Qolganlarni ro'moliga tinch qo'yishmayotgan ekan. Chiqib gapirmaysanlarmi shuni? Maqtanishdan boshqa narsani bilmaysanlar. 1 millionta podpischigim bor, 700 mingta podpischigim bor. Petitsiya qillaring. 1 millionta odamni gapi o'tadi hukumatga. Familiya oting bilan petitsiya qillaring. Biza qarshimiz bunaqa ro'mollarga, ta'ziqlarga, soqollarni olib kirib, olib tashlashga deb. Soqol bilan kimning nima ishi bor? U har bitta insonning badanidan chiqayotgan yungi bilan kimning nima ishi bor? Qanaqa mustaqil davlat bu? Mustaqil davlat bu. Qul qilib tashlagan hammani. Badaningdan chiqayotgan yungingga xo'jayin. Olib tasha. Qattan bilasan, balki umuman nima deydi, soqol olishni yoqtirmas u odam umuman. Zerikib ketgandir balki soqol olib. Bu обязательно diniy atributika emas bu. O'rsa ham qo'yadi soqol, jugut ham qo'yadi, boshqasi ham qo'yadi. U diniy qanaqadir bir nima deydi, mavqe yo'q, anaqa berib qo'ymaydi. Namicha soqoliga osilasanlar. Yana Yevropani gapirasan. Yevropaga kelgan maktabda bolalar bor, yosh bolalar bor. 15 ga kirgan soqoli bor.
O'sha Afg'oniston, Suriyadan kelgan bolalar, Iroqdan kelgan bolalar. Hech kim soqoliga gapirmaydi, hech qaysi o'qituvchi gapirmaydi. Yoki qizlar yuradi ro'molda. Hech kim indamaydi, nimaga sen ro'mol kiyib kelyapsan? Bu Shvetsiya demaydi. Hech kimning ishi yo'q, birovni ro'moli bilan, birovni soqoli bilan. Musulmon davlatmizda hamma yoqqa jar solasanlar-da, qilayotgan ishing faqat shu musulmonlarga ta'ziq o'tkazasanlar. Bu puli bo'lganda bechoralarni allaqachon chiqib ketib yorgan bo'lardi. Puli ham yo'q. Yetmaganiga nima deydi? Qulog'igacha qarzga botirib tashlagansanlar. Kredit beraverib. Ketaman desa kreditingni to'la deb turibdi. Bunda bitta joyga qisganda boshqa joydan bunda ozgina qo'yib yuboradi-da. Shu o'zing aytgandek o'g'ri bo'l, g'ar bo'l, insof bilan bo'l. Unaqa juda qattiq siqib tashlash kerak emas. Xalq charchab ketdi. Xalq azoblanib ketdi. Ovqatiga yetqizsinmi, kiyimiga yetqizsinmi, yeb ichariga yetqizsinmi, u svet gaziga yetqizsinmi, yetmaganida keladi-da, anta bolasida muammo. Ha, desa maktabda ro'molimizga osilyapti deb. Ozgina bunaqa muammolarni ham ko'tarib chiqlaring, yani domlalar bor-ku. Ozgina qo'rqlaring Allohdan. Olib chiqlaring mana shunaqa muammolarni. Yugurib o'tib ketmasdan. Ha desa, men bu narsaga qarshiman deb qo'yadi, bo'ldi. Qarshi bo'lsang harakat qil. O'sha obunachilaring o'sha seni eshitib yurganlarga aytgin. Olib chiqasanlar-ku, mana ko'chaga o'zlaringga kerak paytda hammani baqirtirib skverda. Olib chiqlaring, mana ro'molga ta'ziq qilyapti, soqolga ta'ziq qilyapti. Olib chiqmaysanlarmi? Odamlarning haq-huquqi uchun olib chiqmaysanlarmi, insonlarni? Yo faqat o'zlaring kayf qilib yursang bo'ldimi yo? Uni reklama qilib qo'yib, tekinga umriga borib kelib, buni reklama qilib qo'yib, tekinga napitka ichib yuraverasanlarmi? Oddiy xalqchi. Ertaga qanaqa javob berasanlar? Hamda ozgina o'ylamaysanlarmi shunaqa taraflarini? Kun ora har kuni shunaqa murojaatlar kelib tushyapti. Yo Telegramdan yozishadi, yo WhatsAppdan, aka unaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti. Men yurak bag'rim ezilib ketyapti. Men bitta turib bizni yordam bera olmayotganimizgacha yurak bag'rim ezilib ketyapti. Shu 7-dekabrni kutishga men nima deydi, o'ylanib qoldim hozir. Voqliroq qilib yuboraylikmi ekan deb. Bir o'zimizning aksiyalarimizni haq huquqni talab qiladigan qonun doirasidagi xalq qiynalib ketdi, ozgina qo'yib yuborish kerak. Juda qiynalib ketgan xalq. Sal qattiqroq gapirsa, borib qamab qo'yibsanlar. Bu nima bu? Bu hayot emas. Mana insonlar yashayapti bu yerda. Hech kim bilan ishi yo'q. Birovni soqoli bilan birovni ishi yo'q, birovni ro'moli bilan birovni ishi yo'q. Kimdir musulmonmi yo'q, umuman ateistmi, u farqi yo'q birovga. Tushunayapsanlarmi? Maza qilib insonlar yashayapti. Mana shanba oddiy men ko'rsatdim mana hozir. Xalq dam olyapti. Mana shunaqa maishiy dam olishiga ularga sharoitlar qilib berib qo'ygan odamlarga. Sizlar faqat solig'ini, shimi pulini olib yotibsizlar, bitta sharoit qilib berganingni men hali ko'rmadim. O'shanga men hayron bo'laman hozir. Oho. Okey. Hozir bir daqiqa. Yosh katta mana er-xotinlar kelib, nima deydi? Dam olish kunini bir maroqli o'tkazib, mana kelib, toza havoda nima desa bo'ladi? Hordiq chiqaryapti-da, haqiqatda shanba, yakshanbami? Shu yakshanbada o'tkazayapti mana hordiq chiqarib. Kim baliq tutgisi kelsa, baliq tutyapti. Kim anta sport o'yinlarini qilsa qilyapti. Bu degani Toshkentda zo'r qilib qo'ydi degani faqat Toshkentda zo'r bo'lish kerak emas-ku. Shvetsiyada har bitta shahriga, har bitta regioniga borsa shunaqa sharoit qilib qo'ygan. Misol uchun Bochurkada bu yerda
Flossboro desa, keyingi dahada misol uchun Xudingida Lida degan joy bor. Vesterxaningi taraflarda misol uchun Xandinda bor. Har bitta rayonda, har bitta shaharida shunaqa sharoit qilib qo'ygan. Nimaga Toshkentda unaqada indamasa Surxondaryoda yo'q, Qashqadaryoda ro'molga osilish kerak? Va bu o'qituvchilarga men hayronman. Ertani o'ylamaysizlarmi? Ertaga nima bo'ladi? Ishlamang unaqa bo'lsa. Bunaqa zulm bilan o'sha zulm mashinasiga qul bo'lganingizdan ko'ra ishlamang unaqa o'qituvchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz qanaqa o'qituvchisiz? Siz qanaqa qilib ta'lim berishni da'vo qilyapsizki, o'qituvchilarni haq-huquqini poymol qilib tashlayapsiz siz. Tushunmayman men nimalar bo'lyapti O'zbekistonda. Xalq qiynalib ketgan. Domlalar chiqib oladi faqat shu o'zini kayfini o'ylab. Gapirmaysanlarmi mana? Yomon bo'lyapti ahvol. Yo, sallaga hech kim yozmayaptimi? Ertaga qiyomat kuni qanaqa javob berasanlar? Shvetsiyani gapirasan, Yevropani gapirasan, Amerikani gapirasan yana o'zingcha. Sen kelganman ko'rasan. Sani soqolingga kimdir nimadir deyirkanmi? Hech kim ishi yo'q sani soqoling bilan. Yo, farqi yo'q, xotini yani chachvonda yurmaydimi? Hech kim ishi yo'q. Burqada yurmaydimi? Hech kim ishi yo'q. Vahima qilasanlar, biz unaqa, hamma yoq o'tirib qo'ygansanlar. Men bitta eshityapmiz nimalar bo'layotganini. Ha, Farhod, sani gaping qimmat. Sen zo'rsan. Yurur shunaqa dabdalang chiqib. Mehribon uyalmaysiz. Bunaqa savollar bergan. Ha, qo'limdan kelganda hammanglarni shu yoqqa olib kelib olardim, bor-ku. Ketib borardik. Unaqa zulm bo'layotgan yurtlardan. Tavba. Xalq charchab ketdi. Shuron, sezdingmi, og'riyaptimi shunaqa? Ko'lab qo'ydimmi sanikini? 200 kilovat gapiring. 200 kilovat hali atmang bo'lmadimi hali? Bo'ldi, 200 kilovatda atmang qildiramiz. O'sha 7-dekabrda hamma bir qora kiyinib kelsin ko'chaga. Yaxshi bo'ladi. Hammamiz qora kiyinib chiqamiz 7-da. 7-dekabr kuni xudo xolasa. Yaqinda yolg'on saylovlari boshlandi mana. O'shanga artistlar, tipirchilar hammasi har xil hunarlar ko'rsatyapti. Aytganda O'zbekiston hukumatı bizani ko'rayotgan bo'lsa, Shvetsiyadagi O'zbekiston elchixonasi ko'rayotgan bo'lsa, bizani norozilik notamiz nima bo'ldi aytganda? 13-avgust bo'lsa, mana 13-sentyabrga ham ozgina qolibdi. Bu yog'i saylov. Unga javob berilishi kerak, norozilik notasiga. Javob berilmasa, 4-5 ta tilda biz bilamiz xatlaganini murojaat qilish. Shuning uchun o'ylab qo'yinglar. Ko'ryapsizlar, bilaman. Yo, saylov yaqin. Norozilik notasiga javob berilishi kerak. Ana mocha eshiginglarni tanobini tortib qo'yishinglar kerak. Ha, tabiat yaxshi, go'zal tabiat. Ozgina savol-javob qilamiz ham o'rtoqlar. Bir suhbatlashinglar sizlar bilan. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Qayt bu Shvetsiya. 7-dekabr qayerda nima bo'ladi aka? Hech qayerda hech narsa bo'lmaydi. Shunchaki qora kiyimda ishlaringizni bitirib yuravering. Qora kiyim olsangiz bo'ldi. Don't lie. Shunchaki qora kiyimda borib keling, ishxonangizga yo ishingizni bitirib keling. Ha, olamiz, mehribon, unaqa yomon gaplar gapirmang faqat. Men mutlu turkum diyene. Qanaqa saylovligini bilishni ham xohlamayman, to'ppa-to'g'ri. Hech kimga qiziq emas, u yolg'on saylov. Hech kim ovoz ham bermaydi.
necha bir 33 yildan beri bizda hammasi yolg'on saylov hammasi. Shvetsiyada ham saylov uchun sharoit qilinar ekanmi? Shvetsiyada oddiy do'konga kirsangiz o'sha joy qilib qo'yadi. O'sha xohlagan odam kirib o'sha ovoz beradi, xohlamagan ovoz ham bermaydi. Tabiatda gap yo'q. Ha, siz nima Shvetsiyadamisiz, mehribon? Telegramdan yozing. Abdulloh Tafakkur va Abu Usmon ilmiy bahs savollarga javoblar Toshkent. Qanaqa bahs? Men shu sallarni domlalaringga hayronman-da. Bahsdan boshqa nima qiladi u? Ateistlar bilan bahs deydi. Ateist bilan bahs qilish kerak emas. Ateistni dinga da'vat qilish kerak. Agar shunaqa domla bo'lsa, u bilan bahs qilinmaydi. Uni dinga da'vat qilinadi. Chiroyli, yaxshi gapirib, u bilan so'kishib, uni san maymundan tarqagansan, san undan tarqagansan deb uni haqorat qilib o'tirmaydi. Uni chiroyli, yaxshi gaplar bilan, yaxshilik, yomonlik, savob, gunoh, u dunyo, bu dunyo, jannat, do'zax. O'zi tartibi bor o'sha da'vatlarni. O'sha chiroyli gapirib da'vat qiladi. U bilan bahs qilib butun dunyoga sharmanda bo'lib o'tirmasdan. Ha, bitta top degani chiqib hamma yo'ni rasvo qilib yubordi ana. Yer bilan bitta qildi domlaydi. Chiqib bunday odamga o'xshab chiroyli da'vat qilmaysanmi? Hammani uni ommani oldiga olib chiqib, odamlarni boshini aylantirib, odamlar nimani tushunadi u seni bahsingdagi odamlarning unaqa sandagi ilmi yo'q-ku. Qanaqa bahsi Hamdam odam cho'chqa bilan bahs qilganini qayerda ko'rgansiz? Bo'ladigan gaplardan gapiringlar akalar. Xosliklarga salom, Sarvar aka. Mehribon, hozir sizni bloklab qo'yaman. Yomon gaplar gapirar ekansiz. Endi qora kiyimdagilarni qamaydi. Yo'q, qamolmaydi, haqqi yo'q. Nega qora kiyim kiyib chiqding deb qamab qo'ymaydi-yu. Yo'q, boshqa kiyimim olib berdingiz-da. Yur ipodromga olib berdingiz. Bizdagilarni eng qo'rqitadigan narsa soqol bilan joynamoz. Yana vahima qiladi. Bizda erkinlik deb. Hech qanaqa erkinlik yo'q. Oddiy bitta soqol qo'yib yurgan odamga farqi yo'q uni, namozxonmi? Yo'q, umuman o'sha ateistdir u. Yaqinda bitta germaniyalik politsiyachi borgan ekan O'zbekistonga, militsiyalar olib kirib soqolini olib tashlabdi. Butun dunyoga jar solib aytib yubordi uni. Shamol bo'lmayaptimi? Yana ovoz yo'q deyapti. Ovoz zo'r, ovoz bor. Chirchuvda ko'rishuvdik, esizdami? Chirchuvda? Men bilanmi? Adashyapsiz. Qani savolinglardan beringlar aka. Tiz cho'kib yashagandan tik turib, erkak bo'lib, mard bo'lib, haq uchun yashagan yaxshi. To'ppa-to'g'ri Muxtorjon zo'r gap gapirdingiz. O'shani aytaman-da, men o'zimizning yoshligi, erkak bo'llaring-ku. Erkak. O'qish kerak, kitob o'qish kerak, til o'rganish kerak, erkak bo'lish kerak. Men ko'p aytaman mana shu yerda. Mana o'sha g'arbniki bo'lsa ham mana Sher yurak degan kino bor. Ko'rganmisizlar o'shani? William Wallace degan shotlandiyalik o'zini vatani, o'zini millati uchun, ozodligi uchun kurashgan yigit. Ko'rganmisizlar shu kinoni? Har bitta so'ziga ahamiyat berib bu kinoga qaranglar-da. Menga bilasizmi, eng yoqqan joyi qaysi joyi? Amakisi boshida aytadi-ku, buni qilichni ko'rsatadi-da, buni ishlatishdan oldin men buni ishlatishni o'rgangan deydi. Yana bitta zo'r joyi o'sha Angliyani qirolini kelini bo'ladi. O'g'li chumu bo'lgancha yuvorgani qo'rqadi-da, kelinini yuvoradi. Kelini fransuz bo'ladi uni. Kelinini yuvorsa, kelini bilan William Wallace gaplashayotganda shunaqa joy bor. Ani yonida suflori bo'ladi, ani yordamchisimi, maslahatchisi. U bilan gaplashtirganda fransuzchalab aytadiki, "Malikam buni eshitmang" deydi. Bu bir yovvoyi deydi. Sizni qayerdan biladi desa, William Wallace o'sha yerda fransuz tilini biladigan bo'ladi, u ham fransuzchalar gapiradi. Balkim men deydi yovvoyidirman deydi, lekin men o'zimni yerimda turibman deydi. Shundan Malika tan berib yuboradi. Bilasizmi nima tan beradi? Bu inson Malikani ko'zini oldida
o'zi haqidagi fikrini o'zgartirishga majbur qiladi William Wallace. Bitta o'sha til bilgani uchun. Ana keyin Malikani yordamchilarini hammasiga aytadi, chiqib ketlaring hammang deydi. Chiqib ketlaring hammang deydi, o'shanda teta-tet o'zi bilan gaplashib, bir sandiq oltin tashab ketadi o'sha yerda. Kambag'allarga, urushdan azob chekkan xalq uchun bir sandiq oltinni tashab ketadi. Tushunasizlar, bu yerda katta ma'nolar bor. Buni kino ekanini prosta ko'rib o'tkazib yuborish kerak emas-da. Erkak bo'lish kerak odam, o'qish kerak, ilm olish kerak, erkak bo'lish kerak, shu vatanini ozodligi uchun kurashish kerak. U tepadagilar faqat kayf qilib yuraversa, ha mayli, biz borimiz shu ekanda deb yuraverish kerak emas. Odam o'zini haqqini talab qilish kerak. Nimaga sen kayf qilib yuribsan Mercedeslarda, chet el, Fransiyada, boshqa joyda nimaga men bu yerda qiynalib o'tirishim kerak? Svet limitda, elektr limitda, qizimni ro'moliga osilyapsan, meni soqolimga osilyapsan. Nimaga degan savol berish kerak. Men soliq to'layapman. Sen meni xizmatchimsan. Qani bu haqiqat, adolat deb. Har bitta inson o'ziga shunaqa savol berish kerak. Bitta odam hech narsa qila olmaydi, to'g'ri. Lekin ko'pchilik bo'lgandan keyin u haqqi talab qilsa bo'ladi. Qiyin emas u narsa. Sher yurakni 50 marta ko'rganman, yana ko'rsam zerikmayman. Yaxshi kinolarda. Yana bitta maslahatim bor. Hozir bir ikkita ota-onalar o'tgan safar degan qamoqxona to'g'risidagi videomizdan keyin ko'p ota-onalar minnatdorchilik bildirishdi. Sizlarga ham katta rahmat, akalar, ukalar, shunchalik erinmay vaqtinglarni ketkazib, e'tiborga olib biza qilayotgan ishlarimizni o'sha yozgan SMS-larga katta rahmat sizlarga. Keyin yana bitta temani ko'tarishdi. Aka deyapti, hozir yarmidan ko'p yoshlar narkoman bo'lib qolyapti. Ani lirika, bir nima tabletkalar shular haqida gapiring aka dedi. Men hayotimda bitta dona kino ko'rganman, bitta dona kino. Bitta kino meni narkotaga, mana shu tabletga bormi, boshqasi bormi, biza paytdan bo'lgan, unaqa nima deydi, tabletga bo'lmasdi, gera bo'lardi. Biza paytda yomon qattiq avj olgan edi. Geroin, kokain, mana shunaqa narsalar juda qattiq avj olgan payt edi. Amfetamin. Men bitta kino ko'rganman, mana shu kino meni hayotimda juda qattiq o'zgarishga sababchi bo'lgan. Juda qattiq o'zgartirgan, yaqiniga bormaydigan bo'lib qolganman. Mana shu kinoni yoshlarga tavsiya qilaman. Amerikaning eski kinosi bor, Pula degan. Mickey Rourke o'ynagan, yozib olinglar. Pula, Mickey Rourke. Mana shu kinoni ko'ringlar-da. Narkota insonni og'ir oqibat nimaga olib kelib, nima narsalarni boshiga solib, og'ir oqibat nima bo'lishini ko'rsatib bergan. Tuppa-tuzu bizbalist, tuppa-tuzu bitta boksyorni onasini ko'rsataveradi bu hayot. Bu mana shu narkota, mana shu harom narsalar sindirib yuboradi hayotini. Ko'pchiliklar aytadi, "Aka deydi, Amerikan kinosi yo'q. O'sha Amerikaning kinosi menga ta'sir qilgan hayotimda. Men o'sha kinoni ko'rganman, bilmayman endi, balkim siz boshqacha tushunarsiz u kinoni. Men zo'r o'zimga xulosa chiqarganman o'sha kinodan. Men har bitta o'zbeklarning yoshlariga o'sha kinoni ko'rishi maslahat beraman. Pula degan. Mickey Rourke o'ynagan, Tupac Shakur o'ynagan, eski kino. Adrian Brody o'ynagan. Mana shu kinoni bitta ko'ringlar-da. Agar shu kino ham sizni o'zgartirmasa, bilmayman nima o'zgartiradi. Meni hayotimda juda ham yaxshi ijobiy rol o'ynagan mana shu kino. Yomon joylari bo'lsa o'tkazib yuboring, sizga yoqmagan joyi bo'lsa o'tkazib yuboring, lekin kinoni asl mazmunini tushunib yeting. Bu kinoni yozgan odam nima demoqchi bo'lganini tushunsangiz, hayotingiz yaxshi tarafga o'zgaradi. Yomon yo'lga kirmaysiz. Kimlardir shu narsaga zainteresovniki indamaydi. Mana shu domlalar chiqib nimaga gapirmayapti? Gapiryapmiz deydi, yugurib o'tib ketadi. Buni asl oqibatlarini tushuntirib berish kerak. Inson bu tushunib yetish kerak, yoshlarga tushuntirish kerak buni asl oqibatlarini, buni salbiy tomonlarini, buni hayoti nima bilan tugashi mumkin. Tushunyapsizlar? Bu narkotiklar yaxshilikka olib kelmaydi.
hayotingizni barbod qilib tashlaydi. 30 ga bormay xilam bo'lib qolasiz o'sha. Qaysi kino? Pula degan kino, o'q. Pula, Mickey Rourke kinosi. Tupac Shakur o'ynagan. Pablo Escobar ham xuddi shunaqa. Lekin u puli undan zo'r. Ishoning. Pablo Escobarni ko'plar ko'rsa, aksincha shunaqa Pablo Escobar bo'lib qolgisi keladi. Uni kumerga o'xshatib rasmlarini qo'yib qo'yib shunaqa rasmlarga tushib olishar ekan. U yaxshi kinolar emas ular. Men ko'rib chiqqanman, nima deydi? Men ham chek qilib turaman kinolarni. Qaysi biri foydali, qaysi biri foydasiz. Men o'zimni hayotimda bo'lgan voqeani aytib beraman. Nima sabab bo'lgan? Men shunaqa iflos yaramas narsalarga yaqinlashmasligimga nimalar sabab bo'lgan? Qaysi kinolar meni hayotimda zo'r ta'sir qilgan? Ana o'shalarni aytib beraman men. Ko'ring, xulosa qiling. Boshidan ko'ring, oxirini ko'ring. Radarlar haqida gapiring. Radarlar u отдельный tema, menimcha haydovchilar juda qiynalib ketgandir O'zbekistonda. U radarchisi gap radarda emas, gap jarimada. U jarimani to'lashga teng. Okey, u Petilston vastanavit qilsa bo'ladimi? Bilmasam, u advokatga murojaat qilish kerak, uni sabablarini ko'rish kerak. Nimaga aytmay bo'lgan. Lekin ko'plarni u Petilstonini olib qo'yapti ham hozir. Ko'plar kelib, men nima deydi, siyosiy qochqinman deb hujjat olib, keyin yana O'zbekistonga tikka bezirayib borib kelib, Shvetsiyani jinni deb o'ylayapti. Unaqa emas. Hozir ko'plarnikini olib qo'yapti. Zo'r joy ekan, borardi. Kelinglar, kutib olamiz, xudo xolisa. Maza qilib shetlarda Qur'oniylar haqida nima deya olasiz? Nima deya olaman? Hech narsa deya olmayman. Kim ular? Qanaqa jamoat u? Qur'oniylar. Birinchi marta eshitib turaman. Qanaqa odamlar ular? Okey, daraxt orqasidan kimdir sizni snayperda balan otdi, ko'zoy, ukam. Bizni nima deydi? Ma'mudga yozilgan bo'lsa, xohlagan joyda oladi. Betda oladimi, yo boshqa yoqdami, snayper oladimi, yo yiqilib tushib bo'lib qolamizmi? Biz qazo qadarga iymon keltirganmiz. O'sha domlalarga bitta savolda, o'sha domlalar ko'p ko'rmuridlar aytadi-ku. Ustoz gapirmay, yo ustozing o'rgatganmi? Amantu billahi va malaikatihi va kutubihi. Xoyrihi va sharrihi minal ba'si ba'dal mautlarni o'rgatganmi? Bizga farqi yo'q, ukam, qachon qayerda qanaqa bo'lamiz. Muhimi o'sha haqqa gapirib, to'g'ri gapirib, to'g'ri yashab, erkak bo'lib yashab, erkak bo'lib o'lishdi. Farqi yo'q, bizani o'ldirib ketadimi yo o'zimizni ajalimiz bilan o'lamizmi? Qayerda o'lamiz? Umuman, sen ukam, ko'zimga qaraganda, o'limdan qo'rqadigan bolaga o'xshaymanmi men? Men bilasanmi, men soqolim bo'yamasligimni? Hazrat Umar bitta odam tayinlar keldi, yetar keldi. Har kuni meni oldim kelasan, men senga 1 tanga beraman. Menga bitta so'z aytib ketasan, dedilar. Nima so'z ekan desa, ey Umar, o'lim yaqin, o'lim haq deb aytib ketadigan bo'ladi. Kunlardan bir kuni o'sha odam kelganda bitta tangani berarlar-da, shu oxirgi kuni boshqa kelmagan deydilar. Nimaga yo Amiral Mo'minin deganda aytadilarki, bugun soqolimda bitta oq paydo bo'ldi dedilar. Yana ham bitta yaxshi rivoyat esimga tushib ketdi hozir. Adashmasam Nuh alayhissalom yoki Ibrohim alayhissalom. Nuh alayhissalom bo'lsa kerak, adashmasam. Yoki Ibrohim alayhissalom. Hozir aniq esimda yo'q. Alloh bilan suhbat qilishadi, shunda aytadilar-da, meni o'limim yaqinlashganini ozgina menga bildirib qo'ygan, men bilmay qolib g'aflatda qolib ketmaydi dedilar-da. Kunlardan bir kun o'sha ajallari kelganda aytar ekanlar-da. Meni ogohlantiraman deganding-ku, desalar Alloh aytar ekanda. Men seni bir emas 3 marta ogohlantirdim deydi. Eslamaysanmi yoshligingda qanaqa baqvat eding?
qanaqa kuching ko'p edi, man seni quvvatdan qisib qo'ydim deydi. Anglamadingmi deydi. Soch soqollaring qop-qora, sochlaring jingalak edi. Ularga oq tushirib senga belgi berdim deydi. Bilmadingmi deydi. O'g'izlaring jarangdor edi. Ularni sal bo'g'ib qo'ydim deydi. Bilmadingmi deydi. Ey inson, bu soqolni o'zi bo'yaydigan vaqti bo'ladi-da. Erkak kishi bilish kerak qachon bo'yalishini. Shu jangga chiqayotganda bo'yaladi, o'sha dushmanni yuragiga g'ulg'ula solish uchun. Xotinlarga yaxshi ko'rinish uchun emas. Xotinlar agar sizni oq soqolingiz bor uchun yoqtirmaydigan bo'lsa, voz kechib yuboring unaqa xotindan. Bu oq tushgan soqolli o'zini hikmati bor. Aql egalariga, fikr qilishni biladigan odamlarga. Biz agar bo'yaydigan bo'lsa, u mo'chalar qolib ketadi. Bu soqolli oqini Muso alayhissalom ekanlar, uzr. Hozir esimga tushdi. Bu soqolli oqi bu hikmat bu. Har bitta inson har kuni o'sha yuvinganda, tahorat qilganda bundoq qarab fikr qilish uchun. Qaqa qarab ketayapman, yaqin qoldi bu yoqqa degan. O'shaning uchun unaqa menga prikol tashamalaring. Unaqa snayperlaringni 100 ta qo'yib tashamaysanmi? 50 tasi kelmaydimi? Yaxshilab fikr qilib qaragan. Gapirayotgan gaplarimni bundoq fikr qilib, o'ylab gapirgan. O'limdan qo'rqadigan odam deb o'ylayapsan meni. Men 20 ta melisani orqasiga bekim olib, kafanim ichimda deydigan odam emasman. Men bekafan ham ketaveraman. Odamlarning eng yaxshilarini oyog'iga kafan yetmagan. Musab ibn Umayr degan odamlarni. Roziyallohu anhu. Biz kim bo'lamiz? Qanaqa kafan? Biz haqqi gapiramiz, shu xalq, millat haqida qayg'uramiz. Bizani o'sha avlodlarimizni yaxshi nom bilan eslasa bo'ldi bizga. Biz ham bunaqa qilib qo'ymaymiz. Mana bunaqa qilib qo'ymaymiz. Bizaniki ichimizda hammasi. Biz nima deyotganimizni bizani tushungan, bilgan odamlar o'sha allaqachon tushunib yetib bo'lishdi. Biz qanaqa odammiz, kimmiz biz. Biz unaqa o'limdan qo'rqmaymiz. Bor ana yashading, yana qancha yashaysan? Aynan o'sha Muso alayhissalomning yo'llariga Azroil alayhissalom kelganlarida bir tarsa ko'rib o'rgan ekanlar. Shunda Azroil alayhissalom borib Allohdan so'raydi. Mana shunaqa tarsa ko'rib o'rdi. Payg'ambaringiz. Ma'lum borib eting deydi Alloh. Shunda Azroil alayhissalom kelib aytadi, "Ey Muso," dedilar, "Yoningizni mana shu sigirni mana shunday qo'lingiz bilan yungini ushang. Shu ichida yana qancha o'sha tuki bo'lsa, yana shuncha yashirkansiz," dedilar. Keyinchi dedilar Hazrat Muso. Keyin baribir o'lim dedilar. Unda hozir olib qo'yavering jonimni dedilar. Shuning uchun fikr qiling. Bu dunyoga u chirmashib olasizmi, yopishib olasizmi? Ana Hosilboyevachchani o'lganini ko'rganmisiz? Bu dunyoga qanchalik bog'lanib, bu dunyoni qanchalik yaxshi ko'rsangiz, ketishingiz ham qiyin bo'ladi. Joningizni chiqishi ham qiyin bo'ladi. Baribir bir kun o'lamiz, hammamiz o'lamiz. Kim qanaqa holatda o'ladi, uni Alloh biladi. Erkak bo'lish kerak, hech narsadan qo'rqish kerak emas. Haqiqiy o'g'il bola, haqiqiy erkak kishi hech narsadan qo'rqish kerak emas. Baribir o'lamiz, hammamiz o'lamiz. U o'limdan qo'rqadiganlar qo'rqsin. Qo'sha ani saroylar qurganlar qo'rqsin o'limdan. Ularni po'sh-po'shlab yurgan ani soxta dindorlar qo'rqsin o'limdan. Ertaga qabrga kirishi bilan boshlanadi. Ko'pchilik gapiradi, qiyomat qachon bo'ladi, hech kim bilmaydi. Qiyomatni, haqiqiy mo'min musulmon bilish kerak qiyomat qachon bo'lishini. O'lgan kuning qiyomat boshlanadi, do'stim. Qabrga kirishing bilan qiyomat boshlanadi sen uchun. Men kirsam men uchun. Ko'rasan keyin qanaqa qiyomat qoyim bo'lishini. Qabrga kirishing bilan boshlanadi. O'shaning uchun unaqa o'lim bilan kimlarnidir qo'rqitib, men o'limdan qo'rqadigan bola emasman. Unaqa o'lim bilan
tikka mana shunday yuzma-yuz kelgan paytlarim bitta emasda. Juda ko'p bo'lgan unaqalar. O'lim bilan yuzma-yuz tikka kelgan paytlarimiz. Lekin Mamitga yozilmagan ekanki, yashab yurimiz. Yana qancha qoldi bu yog'i Alloh biladi faqat. Lekin bir kun umrim qolgan bo'lsa ham haqiqatni gapirib ketaman men. Hammaga mana shu narsani tavsiya beraman. O'g'il bola bo'ling, erkak bo'ling. Qo'rqmang. Ko'chan tilida dug'im padat qilmalaring deydi, duxni berib qo'ymang. Duxni berdingiz, ketdingiz o'sha. Eshik qilib minadi keyin sizni. Duxni berib qo'ymang hech kimga. Erkakligingiz esingizdan chiqib qolmasin. Erkakligingizni, yoshligingizni, baquvvat yonaman paytlaringizni bo'lar bo'lmas narsalarga sarf qilmang. Kitob o'qing, ilm oling, til o'rganing. Ingliz tili, fransuz tili, har xil, arab tili, xitoy tili farqi yo'q. Nima aktualniy, nima qilmoqchisiz kelajakda, shunga qarab. Bekor vaqtingizni, yoshligingizni o'tkazmang. Qo'rqmang hech qachon hech kimdan. Siz erkak bo'lib tug'ilgansiz. Uyingizdagi ayollarni himoya qilishingiz kerak. Onangizni, singlingizni, opalaringizni, ayollaringiz, bolalaringiz, qizlaringizni. Mana mehribon degani kim? Namuncha bu? O'zi shalomini. Assalomu alaykum. Fikrlaringiz juda ham tiniq, tushunchalaringiz aniq, bir maqsadga eltadigan darajada. Shunaqa Sulton bobo? Aka, nima sabab bo'ldi O'zbekiston sizga qidiruv e'lon qildi? Shu qidiradi bular bizga o'xshaganlarni. Normalniy mujik qidiruvda bo'lish kerak. Normalniy mujik qidiruvda bo'ladi. Bilmasangiz bilib oling. Uni nenormalliklar qidirayotgan bo'ladi. Bu joylar uyingizdan uzoqmi? Qancha? Oz. 3,5 chaqirim ekan. 3,5 chaqirimda keldimda shu yoqqa. Mana shu gruppadagilar, obunachilar, yaxshi yaqinlarim. Iltimos aka, bir tabiatda bugun qilaylik deyishdi, shunga tabiat keldim. Shamol bo'lmayaptimi? Ovoz to'sib qo'ymayaptimi? Aka, o'zibida vaziyat yaxshi emas, bilaman, Umidaxon. Ko'p SMS'lar kelyapti, ko'p xabarlar, ma'lumotlar kelyapti. Bizga ham nasib qilsin, Xudo xolisi. Xudo xolisi hammalarga nasib qiladi. O'zimizning davlatimizda shunaqa joylar quramiz, Xudo xolisi. Duh bersa tirik murda. Aka, o'zibi 0777 kim? Javohir politsiyachi. O'zibi 0777 bilmadim. Kim ekan u? Hozir mana shtativ ozgina tushirib olaydi. Mana shamolda qimirlab ketyapti. Sabab desanglar, men suvning ustida platformada turibman. Mana bunaqa suvning ustiga qurilgan platformada turibman men. Mana bu joy nima desanglar, bu sauna. Misol uchun mana Mamitda appi bor, mana Mamitda. Ko'ryaptimi mana Mamit? Mana shunda kelasiz, telefoningizni appidan urasizda, zakaz qilib ketasiz saunani. Falon kunga deysiz, pulini shunda switch degan narsa bor, o'tkazib yuborasizda, kelib bemalol, hech kim yo'q, bitta o'zingizmi yo oilangiz bilan sauna qilib, saunadan chiqib mana bunaqa ko'lga kalla tashab, cho'milib, maza qilib, madaniy hordiq chiqarib ketasiz. Yoki mana bunaqa lotkalarda uchirishadi xohlasangiz. Shunaqa gaplar akalar. Nimani aytmadim? Men bilmayman kim ekan. Baliq ushlasa bo'ladimi? Ha, bo'ladi platformada. Abror degan ukam bo'lardi meni. Bratchika. Abror bilan baliq ushirdi biz bu yerda o'tirib olib ikkalamiz. Maza qilib. Ajoyib, shunaqa.
aka, demokratiya islomga to'g'ri kelmaydi-ku, shuni nima deb o'ylaysiz? Zoirjon, men islomiy xalifat quraman degan da'vo bilan chiqmadim, menimcha. Menga unaqa provokatsionniy savollar bermang, ukam. Sizga agar kimdir qiziq bo'lsa, o'sha islomiy davlat quraman deyotgan jamoatga borib, ular bilan suhbatlashsangiz yaxshiroq bo'ladi. Men demokratiya tarafdoriman. Menga unaqa provokatsionniy savollar bermang, unaqa. Oka, taqachi tillarni taniysizmi? Yo'q, tanimayman. Shamolda chayqatibdi mana. Kemaga o'xshatib ko'ryapsizmi? Provokatsiya emas, bu provokatsiya. Zoirjon, suring betdan, juda aqlli bola ekansiz. Qidiruvda bo'lsangiz-da, lekin o'zida sud hukmi shaxs o'zi bo'lmasa ham o'qilaveradimi? Bizanikilar shunaqa sirtdan qidiruvga berib qo'yadiganlari ham bo'ladi. Kerak bo'lsa hukm ham o'qiveradi. Demokratiya bu xalq boshqaruvi degani, to'ppa-to'g'ri. Demos Kratos. Demos Kratos. Dinni tulkidan o'rgansang, tovuq o'g'irlashni savob deb o'ylaysan degan gap aka. Shunaqa. Assalomu alaykum. Toshturmaga kirganmisiz? Shuhratjon, umrimni 3,5 yil hammasini bunday yig'ib kelsangiz, umrimni 3,5 yil Toshturmada o'tgan mana. O'sha kamerniy sistemalarda o'tgan. Yusuf, jinoyat qidiruv bo'limida. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ulug'bek Rossiyadan, bizning yonimizda Volga bor, Mazza Volga daryosi. Siz meni tushunasiz, mana dengiz bo'yida o'tirish qanaqaligini. Demokratiya islomga zid emas. Va oldin demokratiyani qilib oling siz. Xalifalikdan gapirasiz, necha yildan beri gapirasiz. Men esimni taniganimda eshitardim shunaqa gaplarni. 90-yildan beri eshitaman shunaqa xalifat quramiz deganlarni. Nimaga erishdinglar? Qolib ketgan u sizlarning metodlaringiz. Bunaqa kurash yo'lingiz. Dunyo rivojlanib ketyapti hozir. Buni kallani ishlatinglar ozgina. Joningiz sog' bo'lsin. Shuncha yozganimni o'qidingiz. O'qiymiz, Abdusamad. Demokratiyani otasi o'zimizni Al-Farobiy bobomiz deyishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Qonunga xilof emasmi? Qaytib borsangiz, o'tgan vaqt srokdan ayriladimi? Yo'q, ayrilmaydi. Men bitta odamni taniyman, o'sha bizani tuhmat bilan qamalganimizda o'sha 2006-yil qidiruvga bergan. Haligacha qidiruvda mana. 20 necha yil bo'lib ketdi, hali qidiruvda. Nima bo'libdi aka? Joningiz sog' bo'lsin. Arslonbek, siz ham joningiz sog' bo'lsin. Ha, sen zo'rsan, disiplina. O'zingning otingni to'g'ri yozib olgan. Germaniyada nemis tilida oltin medal olganga notebook berdi. Sportchilarga $200,000, mashina, uylar berdi. Chunki bularga sportchi kerak-da. Har qanaqa diktator rejimga, har qanaqa diktaturani o'ziga dastur qilib olgan diktatorga o'qimishli, olim, bunaqa nima deydi? Fizikadan, ximiyadan, tildan, shaxmatdan zo'r kallali odamlar kerak emas. Ularga kim kerak desiz, ularga armiya kerak. Mana shunaqa sportsmenlar. Tushunyapsizmi? O'shalarga tikadi hamma pulni. Ertaga bir nima bo'lib qolsa, mana shu sportsmenlar bularni himoya qiladi-da. Bular yugurib borib samolyotga o'tirib qochib ketguncha shu urishib turadi. Namanganliklarga ham salom, Samiraxon. Irkutsk, Baykal, xayrullo. Hammaga salom. 30 yil oldin O'zbekistonda shunaqa edi tabiatimiz. Ya'g'i, jadashdiz. Men ham sportchiman. Sardorbek, sportsmenlar qochadi. Yo'q, qochmaydi sportsmen. Sportsmen bechara mehnat qiladi, prosta kimga nima uchun xizmat qilayotganini bilmaydi-da, ko'p sportsmenlar. Oka, qattasi eshityapsizmi? Eshityapman, Alisher Shvetsiyadaman.
Vatan sog'inchi bormi? Ma'muraxon. Я там уже был deydi-yu. Men vatanni bo'ldim, qatlida bo'lganimni aytib bersam, siz ekologiyamizni yaxshilashimiz mumkinmi? Qanday maslahatlar berasiz? Ekologiyani yaxshilash uchun eng birinchi maslahat bu chiqindilarga jiddiy qarash kerak. Shvetsiya chiqindiga juda qattiq qaraydi. Ekologiyani zo'r bo'lishiga chiqindilar bilan kurashish eng zo'r samara beradi. Eng birinchi o'rinda har bitta odam o'zidan chiqarayotgan chiqindini, misol uchun musorni o'sha musor yashigiga olib borib tashlash kerak. Uni обработка qiladigan o'sha zavodlar olib borib, Zangita yangi yo'lda bitta joy qilib turib, u yoqqa tashlab musorxona qilish kerak emas. Uni qayta ishlaydigan zavodlar ishlab topish kerak. Agar aqli yetmasa, mana Shvetsiyaga kelsin. Bu yerdagi misol uchun Shvetsiyadagi o'zbeklarning elchilari mana shu axlatni qayta ishlab chiqarish texnologiyasini o'rgansin, borib gaplashsin. Ana o'shanda O'zbekistonda ham ekologiya yaxshi bo'ladi. U chiqindilarni olib borib tashlagani bilan kasal ko'payadi, pashsha ko'payadi. Buni qayta ishlaydigan zavodlar qurish kerak. Ja bo'lmasa mini zavodlardan boshlash kerak. Kimdan himoya qiladi? Xalqdanmi? Xalqdan himoya qiladi. Xolmurod, ko'rmadingizmi o'sha sportsmenlarning hammasi mana bunaqa polkovnik ekan-ku. Hammasi Milliy gvardiyada, boshqada. O'sha xalqdan himoya qiladi-da. Xalqim chiqindini to'g'ri kelgan joyga tashlab ketadi-da o'zi bizda. O'shani mana Shvetsiyada bolaligidan boshlab o'rgatishadi. Qog'ozni alohida qutiga, shishani alohida qutiga, tunkani alohida qutiga, temirni alohida qutiga. Mana shunaqa qilib maktab paytdan bolalardan boshlash kerak. Assalomu alaykum, brat. Men oilam bilan Rossiyadaman. Bu yerda qiyin bo'lib ketyapti. U tomonlarda oila bilan yashashga imkoniyatlar yaxshimi? Imkoniyatlar zo'r. Koreyada axlatdan gaz qilishadi. Bu yerda ham shunaqa, doktor Watson. Biogaz degan narsa bor. O'sha gaz chiqadi, avtobuslar o'shanda yuradi. Ko'p mashinalarga ham shunaqa qo'yapti hozir. Katta Qo'rg'onga ham salom. IKEA mebel o'shatdami? IKEAni vatani Shvetsiya bo'ladi, to'g'ri aytasiz. Nijniy Novgorodga ham salom. Andijonliklarga ham. Taksida ishlasam bo'ladimi borib? Yo'q, bu yerda taksida ishlamaysiz. Qurilishda ishlasangiz kerak. Lekin taksida ishlamasangiz kerak. Chunki bu yerda pravasini o'ziga haydovchilik guvohnomasiga alohida o'qiysiz, taksini haydovchilik guvohnomasiga unga ham alohida o'qiysiz. Abrorni ushlab olsangiz nima qilasiz? Nasihat qilaman. Shvetsiyada chiqindi kam bo'lsa, sotib olsa kerak qo'shni davlatlardan qayta ishlash uchun. To'ppa-to'g'ri bilarkansiz. Shvetsiya shunaqangi ko'p chiqindi ishlab chiqarganidan, o'zida qolmaganidan qo'shni davlatlardan chiqindini sotib oladi. Norvegiya, Daniya, Finlandiyadan sotib oladi chiqindini. Shunaqa ko'p ishlab chiqargandan. O'rtacha oylik qancha? 1,5 ming, 2,5 ming shunaqa. To'rtko'lga ham salom Azamjon. Mansurbek, Adaynovtini aytsanmi? Aka trakka ishlasa bo'ladimi? Bu yerda trakka ishlamaysiz. Sabab desangiz, bu orolda joylashgan. Shvetsiya, Finlandiya, Norvegiya bitta orolda joylashgan. Skandinaviya orollari deyiladi. Bu yerda trakda ishlamasangiz kerak. Chunki Yevropaga katta ochiq emas. Misol Fransiyada yoki Latviya, Litvada ishlab yurgan bolalar bor ekan. 1,5 ming, 2 ming kronmi? Yo'q, 15 ming, 20 ming kron. Vatanli Mehriddin. Ko'tni ochib ketyaptim, mana bu yerda o'tirganimni ko'ra. Ukalar. Lift quramiz, ish bormi, brigadamiz. Bilmasam, agar kelib bitta Foritoga bor odam bilan, firmasi bor odam bilan gaplashib ko'rish kerak-da, aka. So'g'ini oshirib qo'yaman unaqa cho'chqalarni, nimalar deyapsiz? Okalar 537 ta bo'lmasa, bitta iloji bo'lsa like podelitsa qo'yinglar, hozir yana ko'proq odam kirar ekan, yaxshi bo'ladi. Ko'proq odamlarga borib yetadi biza gapirayotgan gaplarimizni, maslahatlarimizni, nasihatlarimizni.
iloji bo'lsa kim hech bo'lmasa mana shu like podelиться bilan qo'llab-quvvatlayversanglar, поддержка qilib ko'proq odam kiradi, ko'proq odam eshitadi, biladi, foydali joyini oladi, foydasi yo'q joylarni tashlab yuboradi mayli. Yo'q, din haqida suhbat emas. Shunchaki Baxali, Stokgolmdaman. Toshkent emas, surgan betda, qayerdan o'zingdan sen analitikasi olding, o'zingdan menga o'qiysan, uni o'qiyim, buni o'qiyim deb. Shamol kuchaydi, eshitilyaptimi shamol? Rahmat Jobir. Shvetsiyada nima biznes qilsa yaxshi bormoqchimiz. Shvetsiyada bizneslar ko'p. Endi nima deydi? Men ko'proq distansionniy bizneslarga qiziqaman. Misol uchun treyderlik yoki misol uchun kriptovalyuta bilan ishlash, boshqa. Men nima deydi? Aqliy mehnat ko'proq qiziqtiradi meni jismoniydan ko'ra. Chunki ko'p shvedlar mana shunaqa ishlaydi. Ertalab soat 10 da 11 da turadi, kafega kiradi, bitta kofe oladi. O'sha 3 soat, 4 soat noutbukida ishlaydi, tirikchiligini qiladi yoki sistemni bezopasnost yoki sistemni обеспечение degan software deydi, o'shanaqalarda ishlashadi ko'plab yerda. Men ham shunaqa narsalarga qiziqaman. Shermat taniyman, bittasi o'lib ketdi-yu. O'qiyapsizmi? O'qiymiz, o'qishdan to'xtash yo'q, har doim o'qiymiz. Rivojlanish kerak odam, samarразвитие degan narsa bor. Odam o'zini o'zi rivojlantirish kerak, ham aqliy, ham boshqa. Abu Tolib Vahobjonov, bularga ishonmang. Sen jinni qayerdan kelib qolding? Surbutda. Uylarning narxi qancha o'rtacha? Yaxshi uylar 300 mingdan boshlanadi. Bizda degani O'zbekistonda 1 millionga o'tgan uylar, u musirlar ular. Siz 1 million dollarga bitta mana shunaqa nima deydi? Kichkinaroq bitta orol beradi 1 million dollarga. Ishoning, Shvetsiyada 1 gektar yer 10 ming dollar turadi. 1 gektar yer 10 ming dollar turadi Shvetsiyada. Pulingiz bo'lsa 100 ming dollarga 10 gektar yer olib, mana shunaqa suvni bo'yida bitta yaxta ham qo'yib qo'yasiz. Keyin mana shunaqa shanba, yakshanba kunlari dam olish kunida yaxtada ko'k choy ichib, oppoq shlapalar kiyib olib, ofto'da toblanib yotasiz. Pul topib, aql topmagan bizda ko'pchiliklar. Jim bo'lib ketadi-da, nima ham derdi, bechora, mazasi qochdi-yu. Charchamang, qanaqadir faqat eshakka nasihat qilmang, foydasi yo'q-ku. Yo, bu yerda bitta unga aytilmayapti, umumiy qilib aytilyapti, общий qilib aytilyapti. Bu yerda bitta uy emas, undan qancha boshqa domlalar bor. Chiqib gapirsin hammasi, ertaga javob berish bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nigora, yaxshimisiz? SOKH aka tanismi? Matmura nima u? SOKH aka tanismi? Nima u? Qaysi sohaga talab ko'p aka? Bittami? Bitta sohalarga ko'p talab bor. Iloji boricha o'sha aytishniklar yaxshi topadi bu yerda. Sababsiz hozir Indiyadan juda ko'p aytishniklar kelyapti bu yoqda. Hozir Amerikada adashmasa Amerikada qisqartirildi aytishniklar. O'shanga ko'p hindistonliklar bu yoqqa kelyapti hozir Shvetsiyaga. Ko'kchi Oqtepadan kimni taniysiz? Ko'plarni taniyman, bilmasam, xo'p. Bo'ladigan yaxshi narsalar, yaxshi savollardan beringlar-da. Anon devoradi. Aka, uzr, qaysi biri o'ldi? O'ppa, ketdi ana savollar. Anjomdan Stokgolmga salom. Donaxon, sizga ham salom. Assalomu alaykum aka. Yevropalarni bir narsasi yo'qdi. Tekkiz yerlarga ekin-tekin qilib o'zlari tog'i toshlarga uy solar ekan. Shunaqa. Shvetsiyada kitob sanoati qanday? Xalq tez-tez kitob o'qiydimi?
Zo'r savol, lekin mana shu yerda o'zida ham hozir kelayotganimda bir kamida 5 ta odam ko'rdim, 5 ta. Shunaqa odamni ham ko'rdimki, hatto bitta qizni ko'rdim. Mashinasini olib kelib o'sha o'rmonning yonida parkeringga qo'yib qo'yib, oynadan oyog'ini chiqarib kitob o'qib yotibdi. Juda qattiq kitobga qaris shvedlar juda ko'p kitob o'qiydi. Mana shu metroda ketayotganingizda ham qarasangiz ko'pchilik kitob o'qib ketayotgan bo'ladi. Qaysi mavzu haqida so'rasa bo'ladi? Yaxshi mavzularda. Uyatsiz mavzulardan tashqari. Shvetsiyada hijomaga talab yaxshimi? Yaxshi bo'ladi. Bu yerda shvedlarning o'zidan ko'plar hijoma oladi. Har bitta katta shaharda o'zining hijoma sentrlari bor. Uka, oilangiz haqida gapirib bering. Fotimaxon, men unaqa shaxsiy oilaviy narsalarni ommaga olib chiqmayman. Chunki bu tabu deyiladi. Ya'ni nima deydi? Qizg'anchoqman men, rosa juda o'ta. Bizda bilimga e'tibor yo'q. O'sha o'qish kerak-da, bu yerda hammaning qo'lida kitob. Hammaning qo'lida kitob. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisiz? Rahmat. Bizani quruq mevalarga talab bormi? Bizani quruq mevalarni bu yerda men ko'rmadim, lekin quruq mevalar ko'p. O'rik bor, misol, mayzli bor. Boshqa, misol uchun, Erondan keladi, boshqa Ispaniyadan keladiganlari bo'ladi. Unaqalar ko'p. Meva-chevada muammo yo'q bu yerda. O'sha baraka topishsin bir xil o'zimizning hamyurtlarimiz bor. O'zbekistonning qovunini olib kelib turishadi. Yaqinda ham bir ikkita olib ketdim men. Qovun ko'p olib kelishadi. G'azo haqida fikringiz? Nima fikr bildirishim mumkin men? Abu Tolib Vahobjonov nima fikr bildirishim mumkin hozir? Siz shunaqa bir qirg'in barot bo'layotgan joy haqida menga savol beryapsiz. Siz o'zingiz fikringiz qanaqa? Mana shu yerda yozib yuboring menga. O'zingiz tanish, lekin eslolmadim kimligingizni. Sizni efiringizni birinchi ko'rishim. Bilmasam jo'lonmay qatta shved qizlarga uylansa bo'ladimi? Tegsa uylanaverasiz. Nima bo'lmaydi? Bu yerda ko'p unaqa islomni qabul qilgan, musulmonchilikni qabul qilgan shved qizlar ko'p bu yerda. Bora Ulug'bek, sen kim jinni? Men unaqa cho'chqalar bilan nimasini atvet qilishim kerak? Meni uruvinimda emas ular. Ularga hali ancha bor. Sen menga qaragin-da, men qattaligimga qaragin. Men bilan bunda oldin eski videolarimni bunda bitta ko'rgin-da, keyin gapirgin. Kim bilan tenglashtiryapsan mana? Okey, Shvetsiyada o'rmonlar ko'p bo'lsa, yovvoyi hayvonlar ham uchrab turadimi? Yo'q, yovvoyi hayvonlarga bu yerda ovchilar bo'ladi, o'shalar nazorat qilib turadi. O'sha dronlarda, boshqalarda o'zini nima deydi, signal beradigan apparaturalari bor, biladi. O'shandan yovvoyi hayvonlarni xalq orasiga kirib ketishdan ushlab turadigan anaqalari bor. Ovchilari bor o'zini. Hey, erkinlik, mana radnoy yerlarimga, yaqinlarimga katta salom. Qalaysiz, akam, tinchmisiz? Bo'lyaptimi? Okey, yangi yoga o'tib oldingizmi? Yaqinda kurtka kiyib yurudingiz. Yo'q, bu yerda ob-havo shunaqa. Bir qarasangiz yomg'ir bo'ladi, bir qarasangiz quyosh bo'ladi. Bugun alhamdulillah yaxshi, Xudoga shukr, quyoshli kun. Misol mana bu yerda odamlar maza qilib cho'milyapti mana bu yerda. Cho'milishyapti. Mana bu yerda kimlardir velosipedda maza qilib o'ynayapti. Anta kimlardir sport qilyapti, ana yosh bolalar. Qo'yludan salom, Qo'yluliga ham salom. Nuriddin, adayni raqamini aytayapsanmi? Kastapravlarga ish bormi? Bo'lsa kerak. Savol berdim, javob ola olmadim. Nazokat. Nima savol berdingiz? Nazokat men ko'rmay qolman. Mana jinni kim bu? To'ti. Surbotda
Assalomu alaykum aka, Tojikistondan salom. Salom Tojikistonliklarga. Uchqo'rg'onga ham salom. Rahmat aka, siz ham tinch bo'ling, kasal bo'lmang, o'zingizni ehtiyot qiling. Qatta bo'lsangiz ham joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Nima qilamiz? Efirni to'xtatamizmi o'rtoqlar? Mana bugun aytganda betani bizani baliq bor ko'p. Betda anaqalar ko'pmi? Azbey nima orqangga o'tib qo'ymadim. Gapirayotgan gapingni qara, jinni. Bugungi kunda davlat xizmatchilarining eng yomoni imomlar, to'ppa-to'g'ri. Mana bizani gruppadagi bolalar bor, chatdagi bolalar. Bu yerda bormisizlar, sizlar bitta plus bosib o'ringlar. Qibrayga ham salom, xayrullo. Bizani chatdagi bolalar ko'rishyaptimi? Hozir o'sha aniq prirodadan qiling oka degan bolalar. Gapi yo'q, Jobir. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom. O'zimizni radnoylar ekan. Hammasi bu yerda. Aka, apteka ko'pmi? Yo'q, apteka ko'p emas. Dori olgani borasiz qatlagador. Juda uzoq apteka bu yerda. Unaqa qadamda apteka yo'q O'zbekistonga o'xshab. Shvedlar eng ko'p kitob o'qiydigan xalqlardan biri. To'ppa-to'g'ri Kamoliddin. Allohga omonat bo'ling, ukajon. Rahmat. Efirni tugatamizmi o'rtoqlar? Yo'q, gaplashamizmi yana ozgina? Nima deysizlar? Assalomu alaykum Komiljon Farg'onadan. Va alaykum assalom. Apteka biznesi ochib yuboring. Bu yerda biznes qila olmaysiz aptekani. Bu yerda avvalambor aptekaga borganingizdan keyin dorini olish muammo. Chunki hammasi retsept bilan. Bu yerda kasal bo'lsangiz doktorga borsangiz aytadi, uyingga borib suv ichib yotgin deydi. Sani ichingda deydi. Xudo shunaqa narsani bir paydo qilgan, uni nomi immunitet deydi. O'sha immunitetni kurashish uchun yaratgan deydi. Hadeb antibiotik ichib uni o'ldirib yubormagan deydi. Kurashsin organizming deydi. Uyingga borganda suv ichib yotgin, ko'proq suv ichgin deydi. Bitta dori olishingiz muammo. Lekin men ham shuncha yil yuribman, bu yerda alhamdulillah lekin hali unaqa jiddiy kasal bo'lmaganman, banisiga bormaganman. Germaniyadan qadamda apteka yo'q-e? Davom eting, gaplashamiz. Oka, siz ham kerakli narsani Wolbertsdan olasizmi? Yo'q. Salom, Zafar Ochilovni taniysizmi? Barez, xudo rahmatli. Zafar Ochilov. Familiyasi tanish lekin. Oka, shaxmat logoningizni tashab qo'ying, bo'ldi, tashab qo'yaman. Sherali Komilovdan yangilik bormi? Qattan bilaman men. O'zbekistonda qamoqdagi odamni men qattan bilaman. Shvetsiyada BMW E60 M5 V10 qanchaga olsa bo'ladi? V10 bo'lsa qimmat, M5 lar qimmat bu yerda. Lekin E60 V10 emas, E60 M5 larni 15 millionga yaxshisini olsangiz bo'ladi. Zo'rlarni olasiz. Kam haydalgan. Nima ovqatlar qilishadi? Bularning ovqatini yaxshi deya olmayman, chunki ovqat bo'yicha o'zimiznikilar zo'r, turklar zo'r. Toshkentliklarga ham salom. Baliq ovlashli joy ekan, shunaqa. Johir politsiyachi, cho'tti yomon tanishsan deysan, bor ukam. Abos hammazan deyman cho'tti. Ukam bilan bu yerda baliq tutardik biz ikkalamiz, mana shu joyda aynan. Meni Shvetama. Muzaffar Nishonov nima deganingiz? Meni Shvetama. Assalomu alaykum aka. Baxtiyor Qudratullayev Vorzakonmi yo avtoritetmi? Vorzakon bo'lsa kerak. Skvaznak shunaqa. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Cho'milsa bo'ladimi? Ana amaki cho'milib yuribdilar, bitta yoshlari katta amaki cho'milib yuribdilar. Iloji bo'lsa shahardan video chiqish qiling. Qilamiz shaharga ham, xudo xolisa. Shved universitetlarida o'zbekdan studentlar o'qishadi. Men ko'pchilikni eshitganman, ko'rganman.
Muhammadali Tojiboyev gaplashaylik, okey, gaplashamiz. Telegramga kiring, gaplashamiz. Muammo yo'q. Umuman muammo yo'q. O'kukalar salkam 1,5 soat bo'lib qolibdi. Ko'l bu, ko'l. O'kukalar salkam 1,5 soat bo'lib qolibdi. Qo'ldan kelgancha bir nima ozgina bo'lsa ham, bir foydali bo'lsa ham, shu bitta og'iz foydali gap bo'lsa ham, agar o'zingizlarga olsanglar, men xursand bo'lardim. Qo'rqmanglar, erkak bo'linglar, ko'proq o'qinglar. Men aytayapman-ku, Xudo xolsa yaqin kunlarda o'zgarishlar bo'ladi. Yaxshi yengilliklarimiz bor. Shu birga bo'lib, birgalikda mana shu o'zimizning vatanimizda o'zimizni ham millatdoshligi mana shunaqa yaxshi sharoitlar qiladigan insonlar, shuni g'amida yurgan insonlar ko'p, juda ko'pchilikmiz, Xudo xolisa. Sekin mana shu yoshlarimizni ozgina bo'lsa ham mana shunaqa narkomaniya yo boshqa illatlardan bir saqlab qolishga ozgina bo'lsa ham o'zimizning hissamizni qo'shgimiz keladi. O'shaning uchun mana shunaqa nima desam bo'ladi, o'zimni foydali maslahatlarim, bu narsalarni kimlardandir eshitib olib yo kimdandir bilib olibman, o'zimni hayotimda bo'lgan voqealarni gapirib, o'shalarni misolida sizlarga keltirib, o'sha maslahatlar beraman har doim qo'limdan kelgancha. O'g'il bola erkak bo'lib tarbiyalanishinglarni xohlayman. Chunki ota-onalarga ham qiyin hozir. Ko'pchilik ishda shu bola chaqam boqaman deb yurishadi. Ko'pchilik uyda o'sha bola chaqaga qarashga imkoni bo'lmaydi. Yoshlar mana shunaqa internet kontentlarda, boshqada. Agar sizlarga ozgina bo'lsa ham, mana mashincha bo'lsa ham bir foydamiz tegsa, biz shundan xursandmiz. Ziyonimiz tegmasa bo'ldi sizlarga. Biz unaqa birovga ziyon qiladigan inson emasmiz. Chunki bizani shunaqa tarbiya qilishgan. Vredin tegmasin deyshadi. Polzin tegsa, vredin tegmasin deyshadi. Shuning uchun hammanglar sog' salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar, ko'proq kitob o'qinglar, narkotalardan umuman uzoq bo'linglar, sportga beringlar. Mana shunaqa toza havolarga chiqib, ozgina bundoq xotirjamlikda telefonni bundoq chekkaga olib qo'yib, do'ppini bundoq yechib qo'yib, 1 soat tafakkur qilsangiz ham 1000 yillik ibodat bilan teng deyilgan, bilasizmi? 1 soat. Shunaqa toza havolarda o'zimizda ham bor-ku, mana bu tog'li, yaxshi zonalar bor. Yoki shahardan chekkaroqda telefonlarni hammasini o'chirib qo'yib, o'rtog'ingiz bilan demayman, o'sha o'zingiz do'ppini olib qo'yib, fikr qilib, tafakkur qilib, men o'zi kimman, nima qilyapman hozir, qayerdan keldim, qayerga qarab ketyapman, mashi ketish bo'lsa, o'zgarish bo'lmasa nima bo'ladi? Mana shu savollarni o'zingizga bering. Qayerga qarab ketyapman, oxiri nima bo'ladi? Chunki har bitta ipni oxiri bo'ladi-da. Fikr qiling, tafakkur qiling. Har bitta inson o'zgacha bo'ladi. Kimdir aytishi mumkin, "Voy, qani bizni sizlardagi." Yo'q, ukam, unaqa fikrga bormang. Siz bizdan ham zo'r xususiyatlaringiz bo'lishi mumkin. Faqat uni ozgina rivojlantirish kerak, ozgina nima deydi, kitob o'qib, ilm olib, hammasi yaxshi bo'ladi. Tinch bo'linglar, sog' bo'linglar. Hammaga assalomu alaykum. Katta rahmat shunchalik qo'llab-quvvatlab, shu yerda ko'rib, like bosib, podelitsiya qilib, ozgina bo'lsa ham bizani shu kontentlarimizni ommaning orasida tarqalishiga, yaqinlarimizni, o'rtoqlarimiz, tanishlarimizga bir ozgina bo'lsa ham foydali maslahatlarni tarqatishda yordam berayotgan yaqinlarimizga, o'sha gruppadagi o'zimizning узкий guruh deymiz, o'shalarga, hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.